Mikrofonni o'chiryapmiz. Men mikrofonni o'chirib qo'ysam, ama hech kim keyin qo'shilmay qoladi. Hurmatli o'quvchilar, bosim va uni birliklari degan mavzuni yaxshiroq tushunishimiz uchun tasavvur qiling. Hamma ko'rgan gugurt cho'pi. Demak, hozir mana uyingizdasiz, gugurt cho'pini ko'rishingiz mumkin. Bunday qo'lingizga sanchib ko'ring. Qay darajada sizga ta'sir, zarar yetkazishini va zubachiska bor, tishkovlagich. Shu narsani bunday qo'lingizga sanchib ko'ring. Qanaqa sizda farqi bo'ladi. Demak, gugurt cho'piga nisbatan zubachiskani sanchiganingizda siz tanisiz. Zubachiska sanchiganda, demak, gugurt cho'piga qaraganda ko'proq ozor, ya'ni zarar yetganini his qilasiz. Bu nima degani? Demak, bosim deganda biz shunday tushunishimiz kerak ekanki, bosim deb yuza birligiga tik ravishda ta'sir etuvchi fizik kattalikka bosim deb ataladi. Ya'ni bosim demak pressur bo'lganligi uchun demak P barobar F taqsim S. Demak, yuza birligiga ta'sir etuvchi kuch mana bu. Yuza bo'ladigan bo'lsa, bunga tik ravishda kuch ta'sir etyapti. Demak, mana bu yuzamiz S bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu yerda F kuch shu yuzaga ta'sir etyapti. Shunda bu yerda bosim paydo bo'lyapti. Qanchalik demak yuzasi kichkina bo'lsa, mana formuladan ko'rinib turibdi. Formulani tahlil qilishni bilamiz. Qanchalik yuza kichkina bo'lsa, demak agar S'imiz tobora kichrayib borsa, bosimimiz tobora ortib boradi. Agarda kuchimiz tobora ortib borsa, demak bizni bosimimiz ham tobora ortib boradi. Yoki agar yuzamiz ortib borsa, bosimimiz kamayib boradi. Agar kuchimiz kamayib borsa, demak bosimimiz ham kamayib boradi. Buni siz matematik tahlil qilishingiz mumkin. Bu yerda hech qanaqa hech kimda menimcha muammo hech qanday tug'ilmasligi kerak. Demak, bu yerda F demak kuchni birligini demak biz hammasini Newtonga berganmiz. Newton. S demak yuza, bu area demak yuza bo'lganligi uchun demak biz buni yuza deb belgilab qo'yamiz. Yuzamizni birligi albatta metr kvadratda o'lchanadi. Santimetr kvadrat, millimetr kvadrat bo'lsa ham metr kvadratga o'tishingiz shart va P demak bu yerda bosim. Hop. Endi bosim kuchini topish kerak bo'ladigan bo'lsa, siz bilasiz, demak F barobar demak PS yoki S ni topmoqchi bo'lsangiz F taqsim P bo'ladi. Hop. Bosimni birligi sifatida Blaise Pascal sharafiga demak P barobar F taqsim S bo'lganligi uchun buni birligi 1 Pascal bo'ladi. Demak Pa deb yoziladi. Bu 1 Pascal qaydan kelib chiqadi desa, agar 1 Newton kuch 1 metr kvadrat yuzaga ta'sir etganida, shuni hech qachon esingizdan chiqarmang. Agar sizga Newton taqsim millimetr kvadrat necha Pascal degan savollarni ham berib qolishlari mumkin. Bu savolni qanday qilib hal qilamiz ko'rsataman. Doskadagilarni men yangi sahifani ochaman. Bu video zapis ketyapti. Buni to'xtatib o'zingiz ko'rib olasiz. Demak, yarim savol tug'ilishi mumkin sizga. Aytadi: 1 Newton taqsim santimetr kvadrat deydi, necha Pascal deydi. Pascalni ifodalaylik desa, nima qilishimiz kerak bo'ladi? Biz shunday qilishimiz kerak. Demak, P barobar 1 Newton taqsim santimetr kvadrat barobar 1 Newtonni o'zini yozaman. Santimetr kvadratdan metr kvadratga o'taman. Santimetrdan metrga o'tishim uchun
Demek men 1 metrim 100 santimetr bo'lganligi uchun santimetr metrga o'tishni 100 ga bo'lishim kerak. Lekin buning kvadrati bo'lganligi uchun, ya'ni u metrga o'tadigan bo'lsam 10 darajasida -2, ya'ni 1 taqsim 100 degani bu. Shunda bu metr bo'ladi, lekin shuning kvadrati ekan. Demak, bu bo'ladi 1 newton taqsim 10 darajasida -4 metr kvadrat. Endi siz bilasiz matematikadan a ning -n'inchisi bu 1 taqsim a ning n'inchisiga teng bo'ladi. Shunga asosan mana bu narsani men 10 darajasida 4 newton taqsim metr kvadrat deb yoza olaman va bundan kelib chiqadiki 10 darajasi 4 degani bu 10.000 newton taqsim metr kvadrat paskalga teng bo'ladi. Endi buni ixchamroq yozishlik uchun 1 kilo paskal bu 1000 paskal. Shuning uchun bu 10 kilo paskal deb ataladi. Demak, bosimni o'lchayotgan vaqtimizda uning birliklarini mana bu shakllari ham bor. Ya'ni kilo paskal degani bu 10 darajasida 3 paskal, 1 megapaskal degani bu 10 darajasida 6 paskal yoki 1 gigapaskal degani bu 10 darajasida 9 paskalni bildiradi. Mana shu demak bosimni birliklariga misol bo'ladi. Xo'p, demak birinchi biz juda ham bilishimiz zarur bo'lgan tushuncha bu bosim deganda nimani tushunasiz? Bosim degani yuza birligiga tik ravishda ta'sir etuvchi kuchga teng bo'lgan fizik kattalik bosim deb ataladi. Bosimni xalqaro birliklar sistemasida o'lchov birligi paskal. 1 paskal degani 1 newton kuch 1 metr kvadrat yuzaga tik ta'sir etganda hosil bo'layotgan bosimga aytiladi. Demak, siz agarda yuzamiz metrdan kichkina bo'lgan birliklarda, ya'ni santimetr kvadrat, millimetr, detsimetr kvadratlarda berilgan bo'lsa, albatta metr kvadratga o'tishingiz kerak. O'tmasangiz, sizda hosil bo'lgan raqam paskallarda bo'lmay qoladi. Mana oddiy santimetr kvadrat, ya'ni newton taqsim santimetr kvadratda ifodalangan 1 newton taqsim santimetr kvadrat bosimimiz paskalga o'tganingizda 10 kilo paskalga teng ekanligini ko'rib turibsiz. Demak, birlik muhim ahamiyatga ega ekan. Kimda menga mavzu bo'yicha savollar bor? Meni ovozlarim yetib boryaptimi ishqilib? Yetib boryapti. Demak, savol yo'q bo'ladi ikkita holatda. Yo hamma tushunsa yoki hech kim tushunmasa. Odam tushunmagandan keyin savol berishdan bilmaydi-ku. Demak, men qaysinisini qabul qilishda hayronman. Tushungan bo'lsanglar, men xursandman. Tushunmagan bo'lsanglar, videoni men zapisni tashlab qo'yaman. Qayta shu narsani qaytarib, gapning mag'zini chaqib tushunib olinglar. O'sha kitobingizda berilgan keywordslarni yozinglar va savollar bo'ladi, questions oxirlarida, demak shularga javob beringlar va tushunmovchiliklar bo'lsa, demak keyingi darslarimiz davomida bu masalalarni sizlar bilan hal qilib ketamiz. Dars bo'yicha menga qanaqa taklif, qanaqa fikrlar bo'lsa berishinglar mumkin. Yo'q, ha? Demak, sizlar bilan guruhda, ya'ni mana bu Google Classroomda ochgan sinfimizni kuzatib boringlar, ma'lumotlarni men keyingi dars qachon bo'lishi va silkasini, ya'ni shu silkani qoldiramiz barcha darslarimizga. Shu narsani e'tibor berib turing. Men e'lon yozib qo'yishim mumkin. Masalan, mana kuni mana soatda hamma kirsin degan. Albatta, uyingizda bo'lganingizdan keyin demak Google Classroomga hech yo'g'i
1-2-3 marta qarab turing bir kunda. Savollar yo'q bo'lsa, hozir men darsimni tugataman. Matematika o'qituvchimiz Shukurjon domla demak o'zini darslarini sizlarga o'tib beradi. Savollar yo'qmi? Yo'q domla. Yo'q. Mayli, sog' bo'linglar.